Demak o'rtoqlar, assalomu alaykum. Men bugun bir antiqa narsa topib oldim bozorda. Hop. Kimni uyida agar smart televizor bo'lmasa agar, mana bunaqa rotor deyishar ekan. Nomi model K5. 5 voltli input ishqilib. Mana pulti. Hozir shuni sizlar bilan birgalikda bir televizor, mana LG, hech qanaqa smart emas bu. Shuni ulab ko'ramiz. Mana hozir televizorimizga ulab ko'ramiz. HD degan joyiga buni uladik. Keyingisi rotorimizga ulaymiz buni. Mana ko'rishlar mumkin, uladik. Blok pitaniyasigacha mana tokka blok pitaniyasini suqamiz, mana ishladi. Endi keyingisi televizorda yoqib mana endi Wi-Fi ga ulanishini ko'ramiz. Demak, kimda agar uyida smart televizor bo'lmasa agar, mana shunaqa rotorlardan olib, TV box rotorlarini olib, hop, mana nastroykaga kirishimiz mumkin. Nastroykaga agar kirsak, bu yerda o'sha Wi-Fi, kimda agar Wi-Fi yo'q bo'lsa, o'sha hammasi chiqib keladi bu yerda. Bu yerda mana ustroyство haqida so'rayapti. Vaqt, til, klaviatura, rejim, mishka, ekran va hokazo. Demak, bundan chiqamiz. Предложенияларga kiramiz mana. Hop, account deyapti. Bundan chiqmoqchimisiz? Mana. Demak, hozir ko'ramiz. Mana set internet уже ulandi. Ko'rgan bo'lsanglar, option настройка degan joy turibdi. Ko'ramiz internetda, ya'ni YouTube'da qanday ishlaydi ekan. Mana YouTube'ga kiramiz. Войти на телефон, войти с помощью пульта, добавить профиль YouTube. И biz войти как гость kiramiz. Va voila. Ko'rib turganlaringdek shu bolajonlar ko'radigan multfilmlar, kinolar mana bittasiga yozib qo'yib ko'ramiz. Agar kimga shunaqa narsalar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu texnikalar sotiladigan do'konlarda sotilyapti. Smart televizor kimda agar bo'lmasa agar, falon pulga smart olish shart emas. 180 mingga BU'lar turibdi mana Yangibod bozorida, Tisikovkada. BU'lari turibdi, ishlatilgan. Ishlatsa bo'ladi. Rahmat e'tibor uchun, salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.